Assalomu alaykum, Xorazm Jack Motors obunachilari. Bugun avtosalonimizdagi barcha Jack oilasiga mansub bo'lgan modellarni narxlari va to'lov shartlari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Ushbu qora Monsterimiz pick-upni video oxirida aytaman. Video oxirigacha ko'ring. Bitta like va kommentariya. Bo'lmasa videomizni boshladik. Bu Jack oilasining birinchi modeli, ya'ni Jack RF8 minivan. Bu 7 kishilik bo'ladi, oilaviy crossover mashina, kapitalskiy sidinyalar bilan jihozlangan. Bemalol ichini ko'rishingiz mumkin. O'zgacha dizaynda qilingan. Mashinamizning motoriga keladigan bo'lsak, 2 kilik turbina motor bilan jihozlangan, 252 ta ot kuchi bor. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, mashinalarimizni tan narxida o'zgarish bo'ldi, ya'ni 444 million 675 ming. Bularni bemalol boshlang'ich 30% bilan bitta pasportga avtokredit asosida xarid qilishi ham mumkin. Keyingi mashinamiz Jack M3, ya'ni Jack M3 minivan. Buni Xorazm xalqi juda ham yaxshi biladi, bularga tanish, ya'ni buni to'liq tushuntirib o'tirish shart emas. Ya'ni qisman tushuntirib o'tamiz. Bu 9 kishilik 8+1 bo'ladi. B kategoriya bemalol o'tadi. Mashinamiz 1.8 lik atmosferli motor bo'ladi. Metan, propan bemalol uстановka qilsa bo'ladi. Hozirgi kunda bitta 65 talik, bitta 35 talik propan, metan uстановka qilib 300 kilometrgacha yurishyapti bunda. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, hozir 226 million 233 ming bo'lgan. Ushbu mashinamizga rastrochka ham bor. Rastrochkaga 50% ni to'lab turib, 50% ni 28 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor bunda. Bundan tashqari imtiyozli kreditlarimiz bor. Misol uchun boshqa banklarda gadavoylari 23 dan 25% gacha bo'ladigan bo'lsa, bunda 10% dan 20% gacha 50 gadavoylari, ya'ni imtiyozli kreditlarimiz mavjud. Keyingi mashinamiz Jack M4 minivan. Bu ham B kategoriya o'tadi. Bu ham 9 kishilik 8+1. Bunda 2 lik motor. Bunga ham xuddi shunaqa. Bunga 265 talik qo'yadi, 350 kilometrdan 400 kilometrgacha yuradi. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, bu 255 million 339 ming. Bu lekin faqat 100% lik to'lovga yoki avtokredit qilsa ham bo'ladi. Boshlang'ich 30% yoki 25% ni to'lab turib, 1 yildan 5 yilgacha olsa bo'ladi bemalol. Keyingi mashinamiz Jack G7. Bu o'sha Jack oilasining sedan mashinasi hisoblanadi. Bularni motori 1.5 lik turbina motor bo'ladi. 150 ta ot kuchi bor bunda. Liftback bo'ladi. Bu mashina sayohatlar uchun moslangan. Bitta zo'r feshkasi bunda. O'sha bagaji katta, bemalol yotqizib turib dam olsa ham bo'ladi. Masalan, taksi qiladiganlar chiqib qoladi-ku. Masalan, Xorazmdan Toshkentga taksi qilib borgan paytda mashinaning ichiga uxlashlar bo'ladi. O'sha paytda bemalol yotqizib, ichida dam olsa ham bo'ladi bunda. Bunga ham GT motor bo'lganligi uchun metan propan uстановка qilsa bo'ladi. Buni tan narxi agar 100% lik to'lov bo'ladigan bo'lsa 225 million so'm bo'ladi. Agar rastrochka qilaman deydigan bo'lsa, boshlang'ich minimalli 25% dan boshlab 60% gacha to'lov qiladigan bo'lsa, 1 yildan 5 yilgacha, ya'ni rastrochka qilib olsa bo'ladi. Ya'ni 60 oygacha rastrochka mavjud bunda. Buni ikki xil svetlari bor, qorasi va oqi bor. Hozir sotuvda tayyor, bemalol xarid qilsa bo'ladi. Endi boya videomiz boshida aytgandek, o'sha pick-up T9 bu aynan shu cho'llarga moslashtirilgan mashina. Buni tan narxi hozirda 419 million 265 ming so'm. Buni ham bemalol boshlang'ich 25-30% bilan 1 yildan 5 yilgacha avtokredit qilib olsa ham bo'ladi. Bu ham 2 lik turbina motor bo'ladi, GTI motor. Bunga metan, propan uстановка qilsa bo'ladi bemalol. Bundan tashqari Jack oilasining oilaviy crossover mashinasi bor. Buni tan narxi 313 million 950 ming bo'ladi. Buni ham hozirgi kunda imtiyozli kreditlari bor va rastrochkalari bor. Bundan tashqari Jack Sunray modellarimiz bor, 16 kishilik. Ularning narxi hozirgi kunda 416 million 745 ming. Bemalol bularni to'lov qilib xarid qilish imkoniyati bor.
Ushbu videoda ko'rsatib o'tgan mashinalarimiz barchasi avtosalonimizda sotuvda tayyor. Bundan tashqari G8 modeli va Sunray modellarimiz to'lov qiladigan bo'lsa, zakaz asosida olib keltirib beriladi. Hozirda salonimizda tugab qoldi. Bundan tashqari yana to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlar qoldiramiz. Quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, menejerlar batafsil ma'lumot beradi.